Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun 19-may, hafta kungi shanba. Xudo xolasa yangi yuklarimiz chiqdi, terilyapti. Yuklar ko'rishingiz mumkin. Bu 6 metrli to'sinlar. 6 metrli to'sinlarimizni 190 ming so'mdan qilib beramiz. Bu tomonda 5 metrli to'sin. 5 metrli to'sinlarimizni 150 ming so'mdan qilib beramiz. 5 metrli to'sin. Bu tomonda 4,5 metrli to'sinlarimiz. Sifatga e'tibor berasizlar, hammasi bir xilda. Ularda 115 ming so'mdan qilib beramiz 4,5 metrli to'sinlarimizni. Mana bu tomonda 4 metrli to'sinlarimiz. Ularni 75 mingdan qilib beramiz. Mana bu tomonda 5 metrli to'sinlar. To'sinning haqiqiy o'g'il bolasi, originali. Uch ko'ti bir xilda, bularni 185 mingdan qilib beramiz 5 metrli to'sinning baquvvatlarini. Hammasi bir xilda baquvvat, podbor. Mana bu tomonda vassamiz. Vassamni ko'rishingiz mumkin. Razmeri 12 ga 2 bir xilda. Mana. Bir xilda 12 ga 2 razmeri. Bu vassamizni 20 ming emas, 19 mingdan qilib beramiz kvadratini. Mana bu tomonda 2 metr shoq vassamiz. Shoq buni kvadratini 11 ming so'mdan qilib beramiz. Ko'rishingiz mumkin. Sifati yaxshi, chiroyli vassa. Bu tomonda garbil vassamiz. Bu 100 kvadrat joylangan 100 kvadrat olasa yetadi, 1 ga 1 yetadi. Bu vassamizni kvadratini 15 ming so'mdan qilib beramiz. Mana bu tomonda 2 metrli lapet vassamiz bor. Lapet mana. Bu vassani kvadratini 15 mingdan qilib beramiz buni ham.